Hop, birinchi mavzuyimiz umumiy qoidalar. Qaranglar, umumiy qoidalarga asosan transport vositasini boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish kerak. Lekin haydovchining yonida pravasi qolib ketgan bo'lsa, unda yonida ID karta yoki biometrik pasportni olib yurish kerak bo'ladi. Keyin yo'l harakati qoidalarini 186 ta bandi bor, ya'ni 186 ta talabi bor. Bundan tashqari 77 ta asosiy tushuncha va atamalar bor. Asosiy tushuncha va atamalar bu biza yo'lda ko'rayotgan narsalarimiz qoidadagi nomlar. Endi birinchisi qatnov qismi deyiladi. Ya'ni biza mashina yo'l deydigan narsamiz qoidada qatnov qismi deyiladi. Yo'lda yurgan mashinalar bo'lsa, relsiz transport vositalari deyiladi. Shundan xulosa kelib chiqadiki, qatnov qismida yuradigan mashinalar relsiz transport vositalari ekan. Endi agar e'tibor qilsanglar, bu yerda qatnov qismi soni 2 ta bo'lyapti, o'ng tarafdagi rasmda bo'lsa 1 ta bo'lyapti. Nimaga? Chunki chap tarafdagi rasmda yo'lning o'rtasida zabor bor. Shu sababli qatnov qismi 2 ga bo'lyapti. O'ng tarafdagi rasmda bo'lsa yo'lning o'rtasida chiziq tushgan. Qatnov qismi 1 ta hisoblanadi. Lekin qatnov qismi 1 ta bo'ladimi yo 2 ta bo'ladimi? Bundan qat'iy nazar harakatlanish bizada 2 tomonlama, ya'ni o'ng taraf yo'lakay hisoblanadi, chap taraf qarama-qarshi hisoblanadi. Xuddi shu narsa bu yerda ham bo'ladi. O'ng tarafdagi 2 ta yo'l bizaniki, chap tarafdagi 2 ta yo'l bo'lsa, qarama-qarshiniki bo'ladi. Endi yo'lning o'rtasidagi zabor qoidada ajratuvchi mintaqa deyiladi. Ajratuvchi mintaqa har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu maysazor, beton, zabor, bordyur va hokazo ko'rinishlardir. Bularning hammasining maqsadi bitta, qatnov qismini ajratish. Ya'ni agar yo'lning o'rtasida ajratuvchi mintaqa tushgan bo'lsa, bizning qatnov qismi bizada 2 ta deb hisoblanadi. Agar yo'lning o'rtasida chizuv tushgan bo'lsa, qatnov qismi 1 ta deb hisoblanadi. Endi mana bunaqa chizuvlar orqali bo'lsa, bizning yo'limiz tasmalarga ajratiladi. Tasma bu nima? Mana bunaqa uzuq chizuv bilan yoki ko'rib turganingizdek sidirg'i chizuv bilan qatorlarga ajratib chiqiladi yo'limiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek 5 qatorli yo'l, ya'ni 5 qator mashina sig'adi. Значит, bizning yo'limiz 5 ta tasmaga ega hisoblanadi. Bu yoqda bo'lsa 6 qatorga bo'lingan. Значит, bizning yo'limiz 6 ta tasmaga ega hisoblanadi. Har bitta mana shu tasmaning kengligi bitta mashina sig'adigan darajada bo'ladi. Shuning uchun ham tasma bu nima desa, chiziqlar bilan ajratilgan, kengligi bitta mashina sig'adigan darajada deb aytish kerak bo'ladi. Keyin tasmalar uzuq chizuvlar bilan ajratilishi mumkin, sidirg'i chizuvlar bilan ajratilishi mumkin. Uzuq chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, haydovchilarga tasmalarni o'zgartirishga ruxsat beriladi. Agar sidirg'i chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, unda haydovchilar qat'iy tasma bo'yicha yurish kerak bo'ladi, boshqa tasmalarga o'tish taqiqlanadi. Mana keyingi misolni ko'rib turibmiz. 1, 2, 3, 4 ta tasmali yo'l. Lekin yo'lning o'rtasida ajratuvchi mintaqa bo'lganligi uchun qatnov qismi 2 ta hisoblanadi. 3-rasmda bo'lsa, bunda ham 4 ta tasmali yo'l, lekin yo'lning o'rtasida ajratuvchi mintaqa yo'qligi sababli qatnov qismi 1 ta hisoblanadi. Bu yoqdagi yo'limizda tasmalarning sonini 2 ta deb o'ylashimiz mumkin, lekin bu yerda ham tasmalarning soni 4 ta hisoblanadi. Sababi yo'lning o'rtasiga 2 tali sidirg'i chiziq tushgan. Agar yo'lning o'rtasiga 2 tali sidirg'i chiziq tushsa, qoida bo'yicha bu yo'l 4 ta tasmali hisoblanadi. Keyingi atamamiz piyodalar yo'lkasi deyiladi. Ya'ni piyodalar harakatlanishi uchun moslashtirilgan yo'l hisoblanadi. Bu yerda faqat piyoda yurish mumkin, transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Hattoki velosiped va samokatda ham yurish taqiqlanadi bunaqa joylarda. Keyingisi piyodalar o'tish joyi. Piyodalar o'tish joyi deganda piyodalar qatnov qismini, ya'ni yo'lni kesib o'tadigan joyga aytiladi. Bu 1.14.1 zebra chizig'i bilan va 5.16.1 piyodalar o'tish joyi belgisi bilan belgilanadi. Mana shu chizuvning raqami bilan belgining raqamini eslab qolinglar. Keyingisi bu stoyanka, zapravka, moyka, hovli. Bularning hammasi qoidada bitta so'z bilan aytiladi, yondosh hudud deyiladi. Keyingisi bo'lsa
aholi punkti deyiladi. Aholi punkti qoida bo'yicha bu shahar, qishloq emas. Aholi punktlari qoida bo'yicha bu 5, 22, 23, 24, 25 belgilari bilan belgilangan hududlar hisoblanadi. Lekin aholi punktida harakatlanish tartibi faqat 5, 22 belgisida amal qiladi. Sababi 23, 24, 25 belgilarida aholi punktiga tegishli bo'lgani bilan ham bularda aholi punktlaridan tashqaridagi harakatlanish tartibi amal qiladi. Aholi punktida va aholi punktidan tashqaridagi tartibning asosiy farqi tezlikda bo'ladi. Aholi punktida tezlik cheklangan bo'ladi, uncha yuqori bo'lmaydi. Aholi punktlaridan tashqarida bo'lsa, cheklangan tezlik ozgina yuqoriroq bo'ladi. Keyingisi chorraha deyiladi. Mana ko'rib turgan narsamiz. Ya'ni bitta yo'l boshqa yo'lni kesib o'tadigan joy. Chorrahalar kesishgan, tutashgan, ayrilgan va aylana harakatlanish tashkil etilgan bo'lishi mumkin. Chorrahadan eng asosiy narsa haydovchi o'tish navbatini bilish kerak. Ya'ni kim yuradi, kim yurmaydi, shuni aniq bilish kerak bo'ladi. Keyin yondosh hududdan chiqish chorraha hisoblanmaydi. Har doim yondosh hududdan chiqayotgan haydovchi, ya'ni stoyanka, zapravka, mo'yka, hovlidan chiqayotgan haydovchi yo'lda yurayotganligi yo'l berishi shart deyilgan. Endi chorrahadan har doim birinchi bo'lib imtiyozga ega haydovchi o'tadi. Imtiyoz degani bu boshqalarga nisbatan birinchi o'tish huquqi. Imtiyoz nima imtiyoz beradi haydovchiga qaranglar. Haydovchiga imtiyoz beradi asosiy yo'l belgilari, mana shu ko'rib turgan hamma belgilar asosiy yo'l belgilari hisoblanadi va qattiq qoplamali yo'l, ya'ni asfalt betonli yo'l asosiy yo'l hisoblanadi tuproqli yo'lga nisbatan. Bundan kelib chiqadiki, tuproqli yo'ldan chiqayotgan haydovchi asfaltli yo'ldan yurayotgan haydovchiga yo'l berish kerak. Bundan tashqari mana shu belgilarda harakatlanayotgan haydovchilar birinchi o'tish kerak, boshqalar yo'l berish kerak. Keyin bizda transport vositalarini o'zini belgilanishi bor. Ya'ni L, M, N va O toifalar. L toifa degani bu mototsikl, mopedlar. M toifa degani bu odam tashiydigan mashinalar. M toifa bu yuk tashiydigan mashinalar. O toifasi bu tirkamalar, pritseplar. Endi qaranglar. Bizda ko'pincha testda yengil mashina, mikroavtobus, avtobus deb so'ramaydi-da. M1 toifa deydi. Ya'ni M1 toifasi значит yengil mashina nazarda tutilyapti. M2 toifasi значит mikroavtobus nazarda tutilyapti. Xuddi shunaqa. N1 toifasi значит 3,5 tonnagacha bo'lgan gurzovoy, N2 toifasi значит 3,5 tonnadan og'ir gurzovoylar nazarda tutilar ekan. Keyingi atamamiz mexanik transport vositasi deyiladi. Mana shu mototsikldan tortib to tramvaygacha bularning hammasi mexanik transport vositalariga kiradi. Bularni birlashtiradigan narsa bu dvigatel, ya'ni o'zbek tilida yurgizgich deyiladi. Ya'ni dvigateli bor barcha transport vositalari mexanik transport vositalari hisoblanar ekan. Aynan shu mexanik transport vositalarini boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. Keyingi atamamiz yo'nalishli transport vositalari. Yo'nalishli transport vositalari bu turli xil transport vositalari hisoblanadi. Ya'ni avtobus, tramvay, trolleybuslar. Bularni birlashtiradigan narsa hammasi belgilangan yo'nalishi va bekatiga ega bo'ladi. O'shandagina ular yo'nalishli transport vositasiga kirar ekan. Keyin harakatsiz turish qoidada 3 turga bo'linadi. Birinchisi to'xtash, ya'ni 10 daqiqagacha harakatsiz turish. To'xtab turish 10 daqiqadan ortiq muddatga harakatsiz turish va oxirgisi majburiy to'xtash, ya'ni texnik nuqson, nosozlik yoki haydovchi yo'lovchilarni sog'lig'i yomonlashish sababli harakatsiz turish bu majburiy to'xtash hisoblanar ekan. Keyingisi bu quvib o'tish va o'zib ketish degan tushunchalar bor. Quvib o'tishda ham, o'zib ketishda ham haydovchi oldinda ketayotgan mashinadan o'tib ketadi. Lekin haydovchi qarama-qarshi yo'nalishga chiqib o'tib ketsa, oldinda ketayotgan mashinadan bu quvib o'tish deb ataladi. Agar haydovchi oldinda ketayotgan mashinadan chap
yoki o'ng yo'lakay tasma orqali yuqori tezlikda o'tib ketsa, bu qoidada o'zib ketish deyiladi. Keyingisi qayta tizilish. Mana bitta qizil avtomobil qayta tizilyapti. Ya'ni qayta tizilish bu bitta qatordan boshqa qatorga o'tish hisoblanar ekan. Bu yoqda bo'lsa ko'k avtomobil mana chap qatorga qayta tizilyapti. Qayta tizilayotgan haydovchi albatta pavorotni yoqish kerak bo'ladi va qo'shni tasmadagi mashinani o'tkazib yuborishi shart bo'ladi. Chunki qo'shni tasmadagi mashinani o'tkazib yubormasa, bu avariya holatini yuzaga keltirish deb baholanadi. Mana bu videoda ko'rsatilgan avariya holatini yuzaga keltirish, ya'ni avariya holatini yuzaga keltirish bu boshqa yo'l harakati qatnashchilarini, ya'ni boshqa haydovchilarni tezlikni keskin kamaytirishga yoki rulni keskin burishga majbur qilish qoidani buzgan holda. Avariya qoidada yo'l transport hodisasi deyiladi. Yo'l transport hodisasi bu transport vositasi harakatlanishi natijasida insonlarning sog'ligi, hayoti va mulkka zarar yetkazilishi hisoblanadi. Keyingi atamamiz to'siq deyiladi. To'siq bu yo'lda turgan harakatsiz jism, ya'ni daraxt, tosh, hayvonlar bo'lishi mumkin. Agar haydovchining yo'lida to'siq bo'lsa, mana shu tasmada harakatlanish qiyinlashtiradi. Haydovchiga bu to'sig'i aylanib o'tishga ruxsat beriladi. Ya'ni nimaga ruxsat beriladi endi? Mana bitta vaziyatda ko'rganmiz. Qatorli sidirg'i tuzuv bilan ajratib chiqilgan. Ya'ni har bitta haydovchi qat'iy o'zini qatorida yurish kerak. Lekin mana shu vaziyatda o'rta qatorda biron bir to'siq paydo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni harakatsiz jism, haydovchi uni aylanib o'tishi natijasida sidirg'i tuzuvni bosadigan bo'lsa, bu qoida buzarligiga kirmaydi, chunki bu so'nggi chora hisoblanadi u uchun. Chunki boshqa yo'li yo'q to'siq aylanib o'tadigan. Keyingi atamamiz xavf deyiladi. Xavf bu xavfsizlikka xavf soluvchi har qanday omil. Bu yo'lga birdaniga yugurib chiqqan odam bo'lishi mumkin, yo'ldagi ochiq qolib ketgan kolodets yoki boshqa xavfsizlikka xavf soluvchi omillar. Keyingi atamamiz ruxsat etilgan to'liq vazn deyiladi. Ruxsat etilgan to'liq vaznni ishlab chiqaruvchi korxona belgilaydi. Bunda mashinani, odamlarni va yukka umumiy vazni hisoblanadi. Keyingi atamamiz yetarlicha ko'rinmaslik. Yetarlicha ko'rinmaslik degani qor, yomg'ir, tuman yoki boshqa ob-havo sharoitlari sababli yo'lning ko'rinishini 300 metrdan kam bo'lishi. Raqamli savollarni obязательно eslab qolinglar raqamini. Keyingisi bu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, ya'ni yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sababi va ularning og'ir oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan faoliyat. Ya'ni ko'rib turganingizdek, hozir mana xodimlarimiz yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni kimdir qoida buzsa, uni jazolashadi, chunki har qanaqa qoida buzarlik avariyaga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi atamamiz yo'l harakati qatnashchisi deyiladi. Yo'l harakati qatnashchisi bu 3 ta shaxs: piyoda, ya'ni yo'lda mashinasi ketayotgan odam o'zi, haydovchi, transport vositasini boshqarayotgan shaxs va yo'lovchi. Haydovchidan tashqari mashinada o'tirgan barcha. Undan tashqari transport vositasiga chiqib tushayotgan odamlar ham yo'lovchi hisoblanadi.